Assalomu alaykum baykalar, çöp qancha oladi? 500 so'm, 600 so'm arqanday. 500 so'm, 600 so'm. Çöp daha da qimmat be. Ko'p çöp chiqib qolsa da uyda qaramaganlar bor da. O'shalar oladi ekan-da. Çöp 600 so'mmi yo 500 so'mmi? Arigi marqanday sotadi. Misol qancha? Buni anchadan sotadi. 600 so'm. 600 so'm çöp. Bular bulturqi çöpdir-da. Ay ko'tarildi-ku. Hem ko'tarilganda, значит, hozir zamonda yo'q, ne yo'q bo'lsa o'sha qimmat bo'lib o'tmaydi. Hem çöp çavılganda çöp da gayri. Qachon çavılib qoladi bizde Talasda? Yo'q, mayning 20larında boshlab qoladi. Mayning 20larına çeyin. Polnoyla boshlab qoladi. Iyimdan 10dan çavla chiqib herhalde falan. Pagodadan Qisqasi bu oxirgi çöpler ekan-da. Shuning uchun ko'tarilyaptir-da. Yo'q, bu yil qimmat bo'ldi o'zi. Burundan. Bu oxirgi nimada 450 bo'layotganda. O'tganda Pokrovkadan chapdi degan ekspert etdi. O'shol jamg'irga qolib qoldi ekan. Bedek. Ha, Pokrovkada chavilib qolib turibmiz. Birinchidan chavilib turdi. Yana pagorotlar chavilaveradi. Bag'nuli ulab qo'yilayotgan. Çöp daha da qimmat. Bugun 12 may. 2024. Baqqal 300 so'm bo'lyapti. Baqqal 300 so'm bo'lib ketdi. Bu samandar 300 so'm deb turganlar. Emi fermerler bir 15-20 gün chidasa uyda baylayotgan, qaramayotgan mallar bor. 15-20 kunda tushib qoladi Xudoy buyursa. Biroq tang olishdi. 600 so'm çöp emne degan shunday.